texnologik know-how'sida bu ularni. Do'stlar, hozir Jenko zavodida aynan quyosh elementlari olinish prosesini ko'rib chiqyapmiz. Zavodda ichkarilarini ko'rish mumkin emas ekan, lekin kalenda o'rda mumkin. Bu yerda aynan tekstura prosesidan boshlab, pen perixod olinishi va akslanishga qarshi qatlam olinishi hammasi bir chekkadan ko'rsatib berilyapti. Mana apol texnologiyani ko'rinishi kumush qatlam, N-tip kremniy olinyapti, tunusga alyuminiy oksid va nitrit kremniy. Pastki tomonda ham mana kremniy oksidi, polikristal kremniy bu tunnel o'tishni yaxshilab berish uchun va nitrit kremniy keyin umid kontan olinishi. Protsess jarayonlari mana birgalikda ko'rib boryapmiz bir chekkadan. Panellarni test qilish standartida STSda IM 1.5 yozilgan bo'ladi. Fotolitografiyada shablon qo'yib yedirish mana olyapti, kremniyga olyapti. Kerakli joyini yopyapti-da, kerak emas joyga ultrabiyoshni nurlantirib tushirib, mana bu joyni yediradi. Kuchlanish bilan maksimal tokka kechirishgan joyi maksimal quvvat beradi. Mana shu chiziq qanchalik kvadratga yaqin bo'lsa, 3 yildan texnologiya almashadi. Ishlab chiqarish jarayoniga qiziqadiganlar bormi yoki quyosh elementi ishlab chiqarganlar bo'lsa, albatta o'z fikringizni yozib qoldiringlar.